maktab ta'limi bo'limiga qarashli 50-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda Xayr birinchi ustozim tadbiri tashkil qilingan. Mana shu 4-sinflarning bitiruv kechasi mana shu 4-sinflarga 4 yil davomida bilim bergan ustozi Gulniyazova Gulmira, oliy toifali o'qituvchi, 50% sertifikat egasi shu ustozimizni mana shu o'quvchilarning mana shunday katta bayrami bilan tabriklayman. Mana 4 yil davomida o'z bilimlarini shu sizning farzandlaringizga, o'g'il qizlaringizga berdi. Mana shu 4-sinf o'quvchilari maktabda o'zining bilimi bilan, tarbiyasi bilan bir yaxshi boshqa sinflarga qaraganda yaxshi o'rnak bo'ladigan qizlarim, o'g'illarim bor. Mana shu farzandlarimni mana shu tadbir bilan birinchi ustozim tadbiri bilan qizimni tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. Mana bugun mana shu ota-onalarning ko'zlarida bir quvonchni, mana shu farzandlarning shunday bayramda turishlarini ko'rib bir quvonchdan porlab turibdi. Shu ko'zlardagi quvonchlar hech qachon so'nmasin. Mana shu farzandlarimiz kelajakda 50-maktab ustozlariga, ota-onasiga, eliga, xalqiga xizmat qiladigan bir yaxshi, baxtli farzandlar bo'lsin. Siz kelajagimizsiz. Siz mana muhtaram prezidentimiz aytgandek, yangi O'zbekistonning yosh, baxtli kelajagisiz. Mana kelajakda sizlar 4-sinfni bitirib, o'zingizni ixtiyoriy qiziqgan yo'nalishingiz bo'yicha prezident maktablariga, mana shu o'zimizning tumanimizdagi ixtisoslashtirilgan maktabga, 36-maktabda tashkil qilingan jasorat maktablariga hujjat topshirishingiz mumkin. Hamda 5-sinfni ana shu maktabda davom ettirishingiz mumkin. Mana shu prezident maktablariga kirishingizda sizlarga omad tilayman. Mana shu bizning maktablardan shu prezident maktabiga qabul qilingan o'quvchilarni biza eshitib, shu ustozlarimiz eshitib quvonib yurish bizlarga ham nasib qilsin. Sizlarni shu onalarga xos kelib o'tirgan mana shu onaxonlarimiz sizlarni yutuqlaringizdan hamma ko'zlari quvonchdan porlab tursin. Yana bir marta mana shu Xayr birinchi ustozim tadbiri
Bolalik va ham o'xshashi maktabda biz uchun xalqdan boshqa hatto biz o'zgardik. Siz o'sha minnatdormiz aziz muallim. Dunyo sizlar bilan oboddir. Biz boshimiz tekkuncha qilamiz sizlar shovur kalomlar sizgadir. Bugun sizlar minnatdormiz aziz muallim. O sahibi dinler haki, babalarki ulug' chinordek, mamalarki qutlug' nigordek, chinorlarki eshiklar bo'lgan, kelajakka eshiklar bo'lgan, sen onasan muqaddas vatan, yegonasan muqaddas vatan. Xazinamsan taqdim o'zingsan, qiyosi yo'q, baxtim o'zingsan, yer yuzining jannati sensan, yaratganning san'ati sensan, jannat bog'im, hazrat bog'imsan, mehribonimsan, sulhi bog'imsan, sen onasan muqaddas vatan, yegonasan muqaddas vatan, maqsad qilsa yo'lga tuman va tumonda qutlug' nomi bor. Sen onasan muqaddas vatan, yegonasan muqaddas. Siz bizga berasiz, ilm va ko'zlar, tilab parvozlar hamisha fazli aziz. Ko'ngling jilol suvdek oqib ketadi, tanangga havolar yoqib ketadi. Quyosh ham havasla boqib ketadi, yo'lingda muallim ustoz uchrasa. Ezgu orzular ko'nglingda sof tut, qayerda bo'lsang yaxshilikni kut. Ustozga ta'zim qilganlarni unut, yo'lingda muallim ustoz uchrasa. Ustozlar hormang to'ymang, hozir muhimdir ta'lim ko'rasiz. Oliygohda men bilaman bordim, hech cho'ksimang onajon, bir kun qoyil bo'lasiz. Bilsam vatan ishida Mirzo Boburdek shoir, oqyo'l tilang azizlar, ilm olib turaman, Ilyosjon Qodirovdek eng zo'r rahbar bo'laman. Nega she'r yozmayin yurakdan yonib, nega ta'zim qilmayin bu mahal, nega xizmatingiz qilmay quvonib, ey aziz muallim ustozi avval. Qo'llarim ko'ksimda ta'zimda bu kez sizgadir olqishim, yurak so'zlarim olqitay taraf jonimda yuriz, hayot qadar qimmatsiz ustozlarim. Muhabbatimizni o'quvchilarimiz ijrosida o'zbegim qizlar raqsiga beramiz. Mana shoir bu atlasmadi. Mana shoir bu atlasmadi. O'zbegimning qizlari tarifi shulmasmadi. O'zbegimning qizlari tarifi shulmasmadi. Atlasga mosmasmadi. Shoir bu atlasmadi. Mana shoir bu atlasmadi. O'zbegimning qizlari tarifi shulmasmadi. O'zbegimning qizlari tarifi shulmasmadi. Atlasga mosmasmadi. Atlasga mosmasmadi. Bizni 4-sinf o'quvchilari ijrosida ko'pkari raqsiga beramiz. Martlardın maydonu bu dünya, Mekavan ulaktı taşladı, Alcıgı davranın bu dünya.
bugun qiziqarli shartlardan biriga navbat beramiz. Kulgu bilan o'tsin kecha, quvonchlarga to'lsin barcha. Chaqqon bo'lsin ishtirokchi, boshlanaylik endi asta. Aziz ota-onalar, marhamat, lenta bog'lash shartiga. Bu shartda ota-onalar tezlik va epchillik bilan bellashadilar. O'z farzandlari bilan chiqadi. Aziz ota-onalar, marhamat, lenta bog'lash shartiga. Bu shartda ota-onalar tezlik va epchillik bilan bellashadilar. Bizlar tayyorgarlik davrida bir qo'shiq, bir shart etdik-da tayyorgarligimizni. Shuning uchun hozir ikkita xohlovchi ona sahnamizga kelsin. Lentani o'rash, o'rtada o'zim turaman markazda. Kim birinchi o'rab bo'ladi ekan? Qani, yuragida g'ururi bor, ota-onalar bormi? Chiqing davramizga. Qani gapni qo'yamiz. O'quvchilar joylaringizga o'tirib oling hammangiz. Sulaymon, Ezozbek turlanib o'tir. Qani ikkita ona kelsin, ona. Yana kim? Barakalla, Nafosatning onasi. Yana bitta ona kelsin. Sardor bu yoqqa kelib oling. O'rtada o'zim turaman. O'zlari o'raydi. Bu yoqni tutasizlar. Bu yoqdan kel, Munira. Shu yoqni tutib. var goy bir adam unagan silvergim geldi kun sayın gulugan kökten suragan jana taptaza künadan faydın alagan munagan tirişlerdi taptaza şunada Rahmat katta. Hozir arzimagan sizlar uchun sovg'amiz bor. Oxirinda topshiramiz. Endi yana ikkita ona kelsin. Manzur opa yana lentani turlaverik. Yana ikkita ona kelsin. Ana Mahinura bilan mana onasi hozir birlashadi. Qani ketdik. Qani 1 2 3 ketdik. Qani qarsaklar bilan onalarimizni Mahinura onaning yonidan kelib tur. Go'zal. Amut va go'zal. Qarsaklar. Tezlashamiz. Go'zalning onasi g'olib bo'ldi. Tabriklayman, ikkalangiz ham hayotda hech qachon mag'lubiyatga uchramanglar. Rahmat. Shartimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Keyin yana bitta qo'shiq, keyin yana bitta shart bilan davom ettiramiz tadbirimizni. Qadam tashlarmayin kulib, raqsga tushar qushdek bo'lib, lazgi bilan jo'shib bugun davramizni etar to'lib, marhamat davramizni yanada fayzli qiluvchi qizlarimiz ijrosida nafis lazgi raqsiga beramiz. Marhamat. Bir-iki bor sadolari boshqacha dillarga xush akuvchi navolari boshqacha bu lazgidir dastlarime oynan lazgiga oynan
bellashuvga aziz ota-onalar, marhamat, hozirgi navbatni Shiribom shartiga beramiz. Shartimiz davom etadi. 5 ta 6 ta ona chiqadi. 6 ta ona chiqib, kursini aylanamiz. Yoshroq onalar chiqarsin. Qani tezlashamiz. Keng. Bu. Keng Aniliyani onasi barakalla, keng. Qo'shiq qo'yib qo'yur. Yibar muzikani. Sizlar o'tirib oling, o'quvchilar. Joylan. Otabekning onasi barakalla. Kelamiz davramizga. Amirxonning onasi. Keng. Tezlashamiz, Og'abekning onasi. 6 ta bo'lish kerak. Yana bitta ona chiqsin. Yana kerak. Yayib qo'yamiz ava. Kursida o'tira olmagan ona o'yindan chiqib ketadi. Qo'shiqni to'xtatib turamiz-da. Qani bir tekis aylanib turib olinglar. Siz boshchi bo'lasiz. Arkasidan tizilib turing. Bir yoqqa aylanamiz. Ava. Qani ketdik. Arasida qo'shiqni, muzikani to'xtatib davom ettiramiz-da. Ayday senin yüzün yerinin dikti kılınmay kızıl Tarif kolay tabiru Kur'an söz Og'abekning onasi, xafa bo'lmaysiz. O'yinimizni tark etasiz. Bir kursini olib tashlaymiz. Yana davom etamiz. 5 ta ona qoldi, 4 ta kursimiz qoldi. Davom etamiz. Qani boshladik. Unag'an, shivirgim keldi. Jahongirning onasi. Aniliyaning onasi. Xafa bo'lmaysiz. O'yinimiz sharti shunday. Bir kursini olib tashlaymiz. Qani kim qolar ekan? Meni suydi ming adam men tek sulg'iz Amirxonning onasi, o'yinimizni afsuski tark etasiz. Xafa bo'lmaysiz, bo'ling. Uchta ona qoldi. Otabekning onasi, afsuski o'yinimiz 2 ta ona qoldi va bitta kursimiz qoldi. Endi final. Kim g'olib bo'ladi, kimni oladi? Unag'an, shivirgim keldi kun sayin gulug'an Meni sinag'an, o'l uchun ayga baramman Oh, молодец. Otabek va Indiraning onasi finalga yetib keldi. Ura, birinchi o'rin. To'xtab turasiz, biz sog'amiz va ozgina bo'lsam. Arzimaydi. Keng Mahliyoning onasi, keng bo'ling. O'rtaroqqa qo'ying. Qani, tinchlanib olamiz, o'quvchilar, ota-onalar. Keyingi shartimiz yana shu, Shiribom. 5 ta ona chiqsin, Fozilbekning onasi barakalla. Ochilvoyning onasi, aktiv o'quvchilarimizni, aktiv onalari, keling davramizga. Qani, bolalaringiz uchun Dilfuza opa chiqing. Lobar. Bul. Qani? O'tib qaytavermanglar, o'quvchilar, joylaringizda turing. Hol, Indira, Nafosat. Jasmina, joyingizga turing. Qani 5 ta ona tezlashamiz, bo'ling.
Yana 5, 2 ta, 3, 6 ta bo'lishimiz kerak. Chiqing Sulaymonning onasi bo'ling bu. Gulxan opa chiqing. Nahotki bolalaringiz uchun harakat etmasanglar, onalar. Qani 1, 2, 3, 4, 5 ta, 6 ta bo'lish kerak. Yana bitta ona chiqsin. Kel obar. Hava chiqmaganlar. Kelamiz. Bunaqa o'tamiz. Siz oldinda yurasiz, bu yoqqa silib olinglar. Sheribom kursida o'tirib qolish kerak. 1, 2, 3 boshladik. Kecha kunduz seni o'ylab, seni izledim. Ko'shingizda qarovul. Afsus, E'zozbekning onasi, xafa bo'lmaysiz, bir kursimizni olamiz. Davom ettiramiz. Boshladik. Kunduz seni o'ylab, seni izledim. Ko'shingizda qarovul. Tunde gezgenim, aşığımman, qo'zig'imsan, nega sevmeding? Hamahi Nurani onasi tark etadi. O'yinimiz sharti shunday, xafa bo'lmaysiz. Qani, yana davom etamiz. Tashlab sen meni, qala aralab, yilda aralab, qavm yedim men seni. Aralab, tegi shag'alab, izlab yurdim men seni. Ochilg'oyning onasi chiqib ketadi, afsus. 3 ta onamiz qoldi. Indiraning, Fozilbek Amirxonning onalari. Qani qarsaklar bilan. Hani sensiz yaşayverdim, ko'nglim to'lmadi, izlaringda yurib. Oy, Amirxonning enasi, rahmat. Qatnashganingiz uchun. Bitta kursimiz qoldi, 2 ta ona qoldi. Sevirdim, ko'nglim to'lmadi, izlaringda yurib. Tabanimni do'stlanib, ko'raversin, ketaman men, tek sho'rim boshlanadi. Aralalar, tegi shag'alab, izlab yurdim. Polat va Indiraning onasi finalga yetib keldi, barakalla. Tabriklaymiz. Oz bo'lsam ko'pda ko'rasiz. Rahmat. Endi makkingiz. Kulgu yonsin davramizda, quvonch bo'lsin qalbimizda, sho'x kuy yayron. Hozir mana raqsga boshlanar sahnamizda. Marhamat, 4-sinf o'quvchilarimiz ijrosida Andijon polkasi.
ko'ylagi shartiga navbat beramiz. Bu shartda ota-onalar ko'zlari bog'langan holda o'z farzandlarini topishlari kerak. Gulxan opa, siz zaxirada turib turasiz. Apga ro'mol. 5 ta o'g'il bola chiqsin. Ko'rmay turibmi? Fozilbek, E'zozbek, qani E'zozbek? Qani hozir o'zingizni farzandingizni, hozir ko'zingiz bog'langan, yuz tuzilishidan ajratib olishingiz kerak. 5 ta o'g'il bola, 6 ta bola turibdi. Shu orasidan farzandingizni topishingiz kerak. Qaysi ekanligini. Davramizga olib chiqasiz. Xo'p, bu yoqda bolalarimiz. Qo'llab yuring. Jahongir o'tir joyingga. Eshitib bekla Munira. Bekzat o'tir. Isqab ko'ratir o'shida anasi. O'tamiz boshqasina. O'xshab turibdi bolangizga. Bekzat o'tir. Bekda. Sog'inishdan o'rtindim, shalg'iz o'zim qolganda. Bilamay turamiz, ona o'g'il bolalar. Bildirmaymiz, iloji bo'lsa. Rahmat Fozilbek onasi o'g'lini topdi. Rahmat sizga. Zarina, 5 ta qiz chiqing. Gulxan opa, keng siz ko'zingizni baylaymiz. Shartimiz, Kim apasi? Qani qizlarimiz tayyormizmi? Bir xatar bo'lib turib olamiz. Onamizni taklif etamiz qizlarning yoniga. Qani kulmang, tinch turinglar qizlar. Qo'shiq muzikaga bering. Har bir istagimning chorasin topgan. Oson topdi qizini. Rahmat Zarinaning onasi. Katta rahmat. Saymonning onasi taklif etamiz, keling. Shartimizda ishtirok etmagan onalardan chaqiring. Keng, Dilfuza opa. Chiqing. Sen netmay turasiz. Onamiz ko'zini baylab olamiz. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq. Qani, Sardor, Eldor joyingizga o'tiring. 6 bola bo'lsa bo'ladi shu. Bo'yi uzunroq bolalar chiqsin. Qani? Ayol qilaman. Farzandingizga o'xshab. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Barakalla. Bir urinishda onalar topadi baribir farzandini. Rahmat, Dilfuza opa. Ustoz degan buyuk nom qalbimizda bo'lar jam. Bergan ilmingiz sabab porlaydi bizda olam. Marhamat, Eshmat o'g'li Mamatjon raqsiga beramiz. Jim, o'g'li keldi. Eshmat Abbos, Sherzod Begzod bormi? Men. Lobar Dilbar Fatma Zuhra qani? Men. Xo'sh. Eshmat o'g'li Mamajon. Eshmat o'g'li Mamajon. Menman labbay domlajon. Senga bitta savol bor. Alo, men tayyor. Sayram
Qiyirmagin burningni yoki burning betobmi? O'ylab javob qil. Oy yaxshimi, oftobmi? O'ylab javob qil. Oy yaxshimi, oftobmi? O'ylab javob qil. Oy yaxshimi, oftobmi? Aytgan bobom Navoiy, ota-ona, oy quyosh, ikkovi ham baxtimga bo'lsin yonimda yo'ldosh. Ota-ona har doim bo'lsin bizlarga yo'ldosh. Otangga balli, onangga balli. Otangga balli, onangga balli. Qizalog'im Kumushxon, Qulog'im sizda Domlajon. senga ham bir savol bor. Pillatma ko'zingni, kipriging yo betobmi? Nima shirin dunyoda, murabbomi, asalmi? Bobongga balli, momongga balli. Bobongga balli, momongga balli. Do'stmat o'g'li Samadjon, senga so'nggi savol bor. Tishing qurgur kamshikmi? Qimtaytirma labingni. Yurtimizda nima ko'p? O'ylab gapir gapingni. Otangga balli, onangga balli. Bobongga balli, momongga balli. Balli, balli. Barakalla. Balli, balli. Balli. Demak, qancha bola ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi niyat ko'p bo'lar ekanda. To'g'rimi? Balli bolakaylar. Tanaffus. Boyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa, hali
burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxti ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ilk partaga o'tkazdingiz, kitob daftar tutqazdingiz, bizga bilim yetkazdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Mehr suvini ichirdingiz, daftarimiz tekshirdingiz, xato qilsak kechirdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. o'rtasına gelesiz. Sizler için maxsus raqs var ekan. Kız boyunda çelek, yara yetişmek dile. Kız boyunda çelek, yara yetişmek dile. İki köngül bir bolsa, sulçu diyen ne gerek? Hey sulçu diyen ne gerek? Ol kalka bir ayım, çay bilen çilime kayım. Ol kalka bir ayım, çay bilen çilime kayım. Ay çakı bir name dayım, ey ile deli al halva. Ay çakı bir name dayım, ey ile deli al halva. Caku, ey caku, 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 ey caku, 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 caku. Alma pişkende gelsem, teyine düşkende gelsem. Alma pişkende gelsem, teyine düşkende gelsem.
saçım cümelek, dilime düşkende gelin. Engse saçım cümelek, dilime düşkende gelin. Aylanıp çıktım bak yana, bir hoca geldi merdana. Aylanıp çıktım bak yana, bir hoca geldi merdana. İşkinde bulup divana, işkinde bulup divana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Bir kuş bahar isimde, yengiler beyran toy besimde. Yüreğine caylanadı, gecen güne aylanadı. Hey Allah kiştekler atalay, kiştek atalay. Gözlerim tegideksiniz, vah ağacan ağacan. Müştek yürekten vurdunuz, vah ağacan ağacan. Gözlerim tegideksiniz, vah ağacan ağacan. Müştek yürekten vurdunuz, vah ağacan ağacan. Zengini, ay yakıma koyun zengini. Yarım uzaklap gitse, çıkarıman izini. Zengini, ay yakıma koyun zengini. Yarım uzaklap gitse, çıkarıman izini. Allah'dan dile. Rahmat manasını enasi bilan Amirxonni buvisiga. Men arziman sog'amizni qabul qilib qo'yasiz. Rahmat. Yana ikkita onani taklif etamiz. Bormi ikkita ona? Yosh onalar chiqsin endi. Ha? Ochilaymi aka? Ikkita ona chiqsin, ona. Qani ki? Akanın kişideyim, seni oylayman. Otkanға beskедейін, kanama sıymayman. Oy hıyalım sendip, sağınaman sendip. Yarım sendip, yarım sendip. Azandan geçecekçe seni oyladım. Oldan düşecekçe kanama sığmadım. Oy hıyalım sende, sağınaman günde günde günde. Her gün günde. Kil yarım, oylağanım sen yarım. Senin başka işkim yok, kolumda bir gel yarım. Gel yarım, oylağanım ben yarım. Benden başka hiç kim yok, kaderimni bil yarım. Ayazlı tünlerde kutsim toңbayman. Karаңғы tünlerde köşеңді boylayman. Sağını jetsem болды, sağım сол жолды. Yarım болды, yarım болды. Ayazlı günlerde kütsen dönmeysen. Kargalar uçsa qaraylik, marg'ulonning yo'liga, yana marg'ulonning yo'liga. Rahmat onalar. Qani qaysi ona yaxshi o'ynadi? Qarsaklar, bir marta qarsak chan. Qaysi ona yaxshi o'ynadi? Gulnoz opang. Rahmat Gulnoz ama. G'olib olvidingmi? Qo'yinlaring. Yaxshi. Endi yana ikkita ona chiqsin. Kim chiqadi? Onalar chiqsin shartimizga. Lazizning onasi bilan. Yaqina birsini chiqarib.
Lazizning onasi davramizga keng. Go'zalning onasi bilan. Ya Zahrani onasi keng. Qo'yasiz. Yo'q. Shuni ham qo'yib. Qani tezlashamiz. Zahrani onasi chiqsin bo'lmasa. Ochilvoyning onasi, Eldorni tezlashamiz, vaqtimizni olmaylik. Shoiraning onasi. Qani bo'ldi. Anilyaning onasi chiqing siz ham. Chiqing. Qani xohlovchilar chiqing. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga, yana Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa mast bo'laylik, Handalakning bo'yiga, yana Handalakning bo'yiga. Handalak boylikkinam sen, unda zor men, bunda zor, sen unda zor men. Feleği burcunun Mire püren varsan Haysı sedef burcunun Mevher şeh varsan Haysı hüten ağusin Napayı tatarsan Haysı çemen zarın Yanayı günlersen Söyle bana iyi senem Kimni sever yarsan Ala yüz Hey kara yüz Hey ala yüz Hey kara yüz boy boy Hey kametine bennedir Bağla servir ama Yürür bağırda Çünkü çemen sende Bulsa yüzün gülnişan Nanası neyler kızın Bülbülü bir hanıman Söylememe iyi güzel Kimni sever yarsın Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz gel bere hey Kara yüz gel bere Harsaklar, Ochilvoyning onasi Beknazarov, Zarpa va Mahinura, Mamut va Go'zal, Yirg'ali va Anilyaning onalari katta rahmat. Farzandlaringiz uchun harakat qildinglar. Kulgu uyansın davramizda, quvonch bo'lsin qalbimizda, sho'x kuy yangrar hozir mana raqs boshlanar sahnamizda. Marhamat hozir yigit qizlarimiz ijrosida vals qo'shig'iga beramiz. Cette photo d'antan, il n'est pas fou, il croit c'est tout, il le voit partout, il attend debout, une roselle pareil n'attend rien, rien d'autour, rien de sens et de
Il est temps debout, debout, une rose à l'air maintenant, pour que rien ne le retienne. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer un sourire. Ustozlarga bag'ishlangan ustozlarim bor bo'ling musiqasi. Ustoz Qo'shib qoldi sinflarimiz, necha kunki uyimizdamiz. Ota-onam bilan birgamiz, lekin ustoz sizni sog'indik. Asabingiz buzib dam-badam, sho'xlik qilib qalbdan olsak ham, Alloh sizga bergan chidam. Ustoz sizni juda sog'indik. Bilim demagan, asablar
esa biz yangi sinfga, yangi bilimlar sari yo'l olamiz. Yangi sinfga qadam qo'ydik. Bilim sari yo'l boshladik. Orzularni dilga tugib, kelajakka qanot qoqdik. Lekin 4-sinfdagi do'stlarimiz, ustozlarimiz va xotiralarimiz qalbimizda abadiy qoladi. Aziz o'quvchilar, bugungi kun bu faqat xayrlashuv emas, balki yangi boshlanishdir. Har biringizga omad, yuksak marralar va katta yutuqlar tilaymiz. Xayr 4-sinf, salom yangi orzular. Hozirgi navbatni maktabimiz direktori Matyakubova Gavhar opaga beramiz. Onaxonlar, mana bugun xayr birinchi ustozim tadbirni ko'rib, mana o'g'il qizlarimizning bir quvonchdan o'ynab kulib turganini ko'rib, hammangiz quvonib o'tiribsizlar. Mana 4-sinfni bitiribdi, 11-sinfni bitirganda ham, oliy ta'limlarga o'qishga kirib, oliy ta'limlarni tugatganlarda ham mana shunday to'ylarni ko'rib, hamma yaxshi kunlarni ko'rib, ana shunday quvonib yurishingizni tilab qolaman. Mana shu o'quvchilarimiz bizning baxtimizga, sizning baxtingizga sog' salomat bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lishsin. Mana shu bugungi tadbir, ya'ni 4-sinfni bitirgani bilan sinf rahbari tomonidan bitirib guvohnomasini topshiramiz. Zaribboyeva Mahinur mana o'zining a'lo o'qishlari bilan, yaxshi xulqi bilan namuna bo'lgan Mahinur qizimiz tabriklayman. Atabekov Atabek. Tabriklayman bolam. Katta baxtli yigit bo'lgan. Sherimbetov Sardorbek. O'razg'aliyev Manasbek. Xudoybergenov E'zozbek. Xudoybergenova Nafosat qizimizni tabriklayman. Po'latova Indira qizim, ke. Shamratova Go'zalxon. Yerg'aliyeva Aniliya. Zaribboyeva Jasina qizim, ke. Rajabboyev Azizbek. Rashidov Amirxon. Paraxatov Og'abek. Rozimboyeva Zahra. Xudoybergenov Beksat. Saliyeva Charas. Charasxon qizim, ke. Salim Süleyman. Eng a'lochi o'quvchilarimizdan. O'razboyeva Ulbo'sin. Marxanov Jahongir. Ne kulib turmaysan?
Muhammadjalov Fazilbek. Fazilbek. Mamutova Go'zal qizim, kel. Maqsudova Mahliya. Qurolova Zarida qizim. Ermamatov Lazizbek. Beknazarova shoira. Beknazarov Achilbay. Achilbay yo'qmi? Beknazarov Eldar. Baytemirov Nurbek. Nurbek. Achilov Babur. Aytmatova Munira. Allabergenova Madina. Atabekova Indira. Allabergenov Muratjon. Mana yana bir bor hammangizni tabriklayman. Mana hurmatli ota-onalar, o'zingizni qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan shu farzandlaringiz kelajagi uchun, shu bugungi quvonchli kunni ko'rish uchun tashrif buyuribsizlar. Hammangizga rahmat. Rahmat sizga. Endi men sinfimda 4-sinfda Salimov Sulaymon, bir qadam oldiga chiq Narxonov Jahongir, Muhammadjonov Fozilbek, Zaripbayeva Mahinura 4 ta o'quvchim oldiga keng bir qadam, 2 qadam oldiga Otabek keyin. Mana shu o'quvchilarim bu yil 2026-yilda sport bo'yicha yuqori natijalarga erishdi. Masalan, Zaripbayeva Mahinur Nukusda o'tkazilgan gimnastika sport turimizda faxrli 2-o'rinda oldingi. Muhammadjonov Fozilbek, Narxonov Jahongir, Otabek karate bo'yicha faxrli 2-3 o'rinlarni qo'lga kiritdi bu yil. Keyin Salimov Sulaymon yaqinda Osiyo chempionati bo'ldi Toshkentda, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlar o'rtasida o'tkazilgan karate bo'yicha 2-o'rinni oldi. Salim Sulaymon, tabriklayman. Bularni ota-onalariga katta rahmat, shunday farzandlaringizni tarbiyalayotgan. Kelajakda ilohim bulardan yetuk sportchilar yetishib chiqadi degan umidimiz bor. Boshqa o'quvchilarim ham hammasi bular sportda bo'lmasa ham fan bo'yicha o'zlarini a'lochi o'quvchilarim juda ham ko'p sinfimda. Hozir xayrlashish onlari men uchun juda ham og'ir. Xudo xolasa bu yil 3-bora bu maktabda 3-marta qaldirg'ochlarimni uchiryapman. Shu qaldirg'ochlarimni uchirishdan oldin sizlarga tilaklarim: hech qachon hayotda qoqilmanglar. Qoqilsanglar ham yiqilmanglar.
katta davollardan oshing, yo'llardan o'ting. Sizlarga men shu umr yo'lingizda faqat va faqat omad tilayman. Hech qachon yuzingiz shukut bo'lmasin, hamma vaqt yuzingiz yorug' bo'lsin. Kelgusida sizlardan umidim katta. Har bir vatan koriga yaraydigan farzand bo'lib yetishasiz degan umidim bor. Har bir o'g'il yoki qiz bo'lsin, ota-onasiga, vatanimizga qolaversa, men uchun bir faxrlanib yuradigan o'quvchi bo'lib yetishasizlar degan umidim katta. Endi so'z navbatini tashrif buyurgan onalarimizdan so'z navbatini beraman. Xohlovchi onalar o'zini tilaklarini bildirsa. Qani kim bildiradi? Assalomu alaykum. Allohim shunday kunga yetiribdi, o'zina hamd va sanolar aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga salot va salomlar aytamiz. Shunday tinch, xotirjam zamonda yashayotganimiz uchun Allohga shukr aytamiz. Gulmira, rahmat. Mana shuncha minnat etding. Xudoyim o'quvchilaring eng kami muallim bo'lsin. Eng kami. Hammasi oliy o'quv yurtlarida o'qib, Xudoyim shularning orqasidan sen ham bizga rahmat eshitib o'tiring. Shu yerdagi o'g'il qizlarning hammasidan yaxshi farzandlar, yaxshi insonlar kutib qolamiz. Qaldirg'ashlar, uzoq-uzoqlarga chiqaysizlar. Hammangiz aqlli, xushli, mehrli, oqibatli farzand bo'lgaysizlar. Shu muallimingizning minnatini aqlagaysizlar. Shu endi bu yog'inda ishlaringga omad, kelajak farzandlaring ham yaxshi tarbiyalab, shunday o'chirib yurgaysan qaldirg'ashlarni. Aziz, hurmatli o'qituvchilar, direktorimiz Gavhar, sizga, o'qituvchilar, sizlarga katta rahmat. Shunday bolalarimizni mana shunday yerga yetaklab keldingiz, Gulmira, sizga rahmat. Xudoyim shu bolalarimiz bir o'qimishli bolalar bo'lib, har qaysi qizlar, bolalar oliy ma'lumotli bo'lib, shundan o'qituvchilarimiz, ota-onalarimiz faxrlanib o'tirgaymiz. Martabalari ulug' bo'lsin, Xudoyim hamma oldinda bo'lib bersin. O'qituvchilar, sizlarga rahmat, hammangizga. Xudoyim ulli o'qishlarda o'qib o'rgaysizlar. Ota-onalaringiz hamisha faxrlanib o'tirgan muallimlaringiz vaqtli bo'lgaysizlar. Mana shu aytgan gaplaringizga, hammangizga qo'shilaman. Muallimlarga rahmat, shunday bolalarni tarbiyalab, shunday bilimli qilgani uchun rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Shu o'quvchilar hammasi shularning izidan shunday martabali, oliy ma'lumotli bo'lib yetishsin. Hamma shu nelarga, tashkilotchilarga, muallimlar, o'qituvchilar rahbariyatini hammasine minnatdorchilik bildiraman. Rahmat aytaman. Ustozlarimizga sabr va mehnatlari uchun, ota-onalarimizga esa cheksiz qo'llab-quvvatlashlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ota-onalar chiqsin sahnaga, quvonch to'lsin bugun yurakka, qarsaklar yangrasin atrofga. Hozir ota-onalarning ustozga bergan kichigrim sovg'asi bor ekan. Gulmira, mana shu bizlarning bir ozgina bir sovg'amiz bor edi ota-onalarimizdan. Bu o'qituvchimizga minnatdorchiligimiz. Shu o'quvchilarimiz shu tarbiyaladi. Mana o'sha boshlang'ich mana 4 o'quvchimiz yaxshi mana faxriy yorliqlarni olib,
ikinci orunga sazavor bo'libdi. Xudoyim shular birinchi orunga sazavor bo'lsin hammasi. Rahmat şu ballarning ota-onasine. Xudoyim Xudovanda hamisha ballarimiz, qizlarimiz oliy ma'lumotli o'quvlarda o'qib, şu muallimlarni quvontirib, ota-onalari, enalarini quvontirib yuraverganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtli, taxtli ballar bo'lg'ay Xudoyim. Hamisha yo'llarini Allohim ochiq, ravon qilib yuravergay shularning. Baxtli bo'lgaysizlar. Bundan ham katta faxriy yorliqlarni şu ballarimiz, axtiqlarimiz olavergay. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxt taxtdan Allohim hech qachon bularni tark etmasin. Hamma yo'llari ochiq bo'lsin. Rabbim o'zim qo'llasin Xudoyim. Assalomu alaykum davra qatnashchilari, o'quvchilar, ota-onalar. Mana bizlar shu axtiqimi shunday tarbiyaladi. Gulmira rahmat. Ota-onasine rahmat Gulmiraning. Tarbiyasine rahmat. Şu qizlarni, ballarni biri-birinden a'lo, biri-birinden dana etib tarbiyalagan uchun rahmat. Eng kami ministr bo'lsin. Eng kami bo'lsin, ministr bo'lsin Xudoyim. Shu akting arzimas sovg'amizni akting qizlar. Xudoyim Xudovanda Gulmira endi qolgan o'quvchilaringga, endi yetakchilaringga Xudoyim yana shunday qilib tarbiyalash nasib aylagay sana. Sovg'alarimizni bering qizlar. Çeyirmeni ataman ay, kapçıp alıp tur oyna.